Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim, hamma oilaga, hamma ishlayotgan odamga, hamma pensionerga va yaqin yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolarga bevosita tegishli mavzuni tushuntirib beraman. Gap pensiya jamg'armasi orqali 1 iyuldan boshlab ko'pchilik uchun yoqimli syurpriz bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida ketadi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bitta imtiyozdan bexabar qolinsa, odam oyma-oy olishi mumkin bo'lgan puldan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha tinglang. Men bugun oddiy tilda hayotiy misollar bilan kimga nima tegishi, kim nima qilishi kerakligi va qaysi joylarda ehtiyot bo'lish zarurligini batafsil tushuntiraman. Avvalo, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq masalalarda odamlarni qiynaydigan eng katta muammo nima edi? Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam ishlagan, yillar davomida mehnat qilgan. Lekin pensiyaga chiqish vaqti kelganda ish staji to'liq ko'rinmaydi. Maosh haqidagi ma'lumotlar bazada yo'q. Eski korxona yopilib ketgan. Arxivdan hujjat topish qiyin. Natijada pensiya kutilganidan kam chiqadi. Ayrim hollarda esa odam o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob-kitob imkoniyatidan umuman xabarsiz qoladi. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Fuqaro pensiya tayinlatish yoki qayta hisoblatish uchun bir idoradan ikkinchi idoraga borardi. Mahalla, bandlik, soliq, arxiv, sobiq ish joyi, bank, tibbiy muassasa, notarial idora kabi joylardan ma'lumot yig'ishga to'g'ri kelardi. Ayniqsa keksa odamlar, nogironligi bor fuqarolar, chekka hududda yashaydiganlar uchun bu juda og'ir edi. Ba'zan oddiy bir ma'lumotnoma uchun bir necha kun, hatto bir necha hafta vaqt ketardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, iyuldan boshlab pensiya tizimida ayrim jarayonlar yanada qulaylashadi. Ma'lumot almashinuvi elektron shaklida kuchayadi. Fuqaroga tegishli pulni aniqlash va yetkazish bo'yicha tartiblar so'zlashadi. Men bu yerda eng muhim jihatni aytmoqchiman. Bunday yangiliklar har doim ham hammaning pensiyasi birdan oshadi degani emas. Lekin ko'pchilik uchun bu o'z huquqini aniqlash, yetmay qolgan to'lovni olish, pensiyani qayta hisoblatish yoki ortiqcha yugur-yugurdan qutulish imkonini beradi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya jamg'armasi faoliyatida asosiy masala 3 ta. Birinchisi odamning ish staji to'g'ri hisobga olinishi, ikkinchisi daromadlari va badallari to'g'ri ko'rinishi, uchinchisi tayinlangan pensiya yoki nafaqa o'z vaqtida to'liq va qulay usulda yetib borishi. 1 iyuldan kutilayotgan yoqimli syurpriz aynan shu 3 yo'nalish atrofida seziladi. Masalan, ilgari fuqaro pensiyaga chiqayotganda men 4 yil ishlaganman deydi. Lekin tizimda 24 yil ko'rinadi. Qolgan 6 yil uchun eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ish haqi qaydnomasi arxiv ma'lumoti talab qilinadi. Endi esa idoralararo elektron almashinuv kengaygani sari ko'p ma'lumotlar avtomatik aniqlanishi fuqaroning o'zi hujjat ortidan kamroq yurishi mumkin. Bu ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshida ishlagan. Lekin korxonasi keyin yopilib ketgan odamlar uchun katta yangilik bo'ladi. Yana bir muhim jihat, ayrim toifadagi fuqarolar o'ziga tegishli qo'shimcha to'lov yoki imtiyozni bilmaydi. Masalan, nogironligi bor farzandni parvarish qilgan ona, boquvchisini yo'qotgan oila, uzoq yillar zararli sharoitda ishlagan ishchi, harbiy xizmat bilan bog'liq davrga ega fuqaro. Bolalar parvarishi davrini stajga qo'shtirishi mumkin bo'lgan ayol yoki ishlashni davom ettirayotgan pensioner. Ana shunday holatlarda pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar to'g'ri jamlansa, insonning pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashayotgan fuqarolar e'tiborli bo'lishi kerak. Ayollar odatda pensiya yoshiga yaqinlashganda, erkaklar ham o'z yoshi va stajini oldindan tekshirtirib qo'yishi zarur. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensiyaga chiqish kuni kelishini kutmang. Kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil oldin ish stajingizni, mehnat daftarchangizni, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Chunki xatolik bo'lsa, uni tuzatishga vaqt kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa, hozirda pensiya olib turgan, lekin pensiyasi juda kam chiqayotganini sezayotgan odamlar. Masalan, bir odam 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi qo'shnisinikidan ancha kam. Albatta, har bir pensiya alohida hisoblanadi. Ish haqi, staj, lavozim, badallar, imtiyozlar farq qiladi. Lekin agar sizda nimadir noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin degan shubha bo'lsa,
pensiya jamg'armasiga murojaat qilishdan tortinmang. Qayta hisob-kitob so'rash fuqaroning qonuniy huquqi. 3-toifa. Ishlayotgan pensionerlar. Ko'p odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Kimdir oila tebratadi, kimdir kredit to'laydi, kimdir bolalarga yordam beradi. Ishlayotgan pensionerlar uchun mehnat faoliyati, to'langan soliqlar va badallar ma'lumotlarda to'g'ri aks etishi muhim. Chunki ayrim holatlarda bu kelgusida qayta hisoblash yoki qo'shimcha huquqlarni aniqlashda ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 4-toifa. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Masalan, oila boshlig'i vafot etgan, ortida voyaga yetmagan farzandlari qolgan. Bunday oilalar ko'pincha qaysi hujjat kerakligini, qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Natijada boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasini kechiktirib oladi. Agar 1 iyuldan keyingi tartiblar orqali hujjatlar almashinuv yengillashsa, bu oilalar uchun ham katta qulaylik bo'ladi. 5-toifa. Nogironligi bor shaxslar va ularning parvarish qiluvchilari. Tibbiy ma'lumotlar, nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rikdan o'tish sanasi, nafaqa yoki pensiya tayinlash shartlari ko'p odamni chalg'itadi. Shu sababli men bu toifadagi fuqarolarga ayniqsa ehtiyotkor bo'lishni maslahat beraman. Barcha tibbiy xulosalarni, elektron ma'lumotlarni va pensiya jamg'armasidagi qaydlarni bir-biriga mosligini tekshirish kerak. Birinchi misol. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashovchi Dilbar opa 28 yoshga yaqinlashyapti. U 1998 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin maktab oshxonasida ishlagan, keyin bir necha yil farzandlarni parvarish qilgan. Pensiya yoshiga yetganda tizimda faqat oxirgi ish joylari ko'rinadi. Eski fabrikadagi 17 yil to'liq chiqmaydi. Agar Dilbar opa oldindan tekshirtirmasa, pensiyasi kam hisoblanishi mumkin. Lekin u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotlarini, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etsa yoki elektron almashinuv orqali bu ma'lumotlar topilsa, uning staji to'liqroq hisobga olinadi. Natija qanday bo'ladi? Pensiya miqdori oshishi mumkin. Eng muhimi, u o'z mehnatini haqqini oladi. Ikkinchi misol. Andijonda yashovchi Ravshan aka 32 yoshda, u allaqachon pensiyada, lekin hali ham bozorda emas. Rasmiy korxonada qorovul bo'lib ishlaydi. U pensiyaga chiqqandan keyin ham 4 yil davomida maosh olgan va badallar to'langan. Agar bu ma'lumotlar to'g'ri kiritilgan bo'lsa, kelgusida pensiya jamg'armasi bilan bog'liq qayta ko'rib chiqishlarda uning ishlagan davrlari ko'rinadi. Lekin agar ish beruvchi ma'lumotlarni noto'g'ri bergan bo'lsa, Ravshan aka o'z vaqtida tekshirmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shu sababli men ishlayotgan pensionerlarga har yili kamida 1 marta o'z mehnat faoliyati va to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni tekshirtirishni maslahat beraman. 3-misol. Samarqandda yashovchi Zilola opa turmush o'rtog'idan ayrilgan, 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha yordam olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin qo'shnilardan eshitgan gaplar bilan yurib, hujjat topshirishni kechiktiradi. 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, oila qiynaladi. Agar u darhol mahallaga yoki pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilsa, kerakli hujjatlar ro'yxatini oladi. Vafot etganlik guvohnomasi, nikoh yoki qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Yangi tartiblar orqali ayrim ma'lumotlar elektron olinishi mumkin, lekin ariza berish mas'uliyati baribir fuqaroning o'zida qoladi. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi Sobir aka ko'mir, qurilish yoki zararli ishlab chiqarishda ishlagan. Bunday ish joylarida ayrim hollarda imtiyozli staj masalasi bo'lishi mumkin. Lekin muammo shundaki, hamma zararli ish ham avtomatik imtiyoz bermaydi. Ish joyining ro'yxatga kirishi, lavozim nomi, ish sharoiti, tegishli hujjatlar bo'lishi shart. Agar Sobir aka faqat men og'ir ish qilganman desa, bu yetarli emas. U lavozimi, ish davri, buyruq, mehnat daftarchasi, ish beruvchining ma'lumotnomasi va kerak bo'lsa arxiv hujjatlari bilan murojaat qilish kerak. Shunda pensiya jamg'armasi uning huquqini aniq tekshiradi. 5-misol. Farg'onada yashovchi Mohira opa nogironligi bor farzandini yillar davomida parvarish qilgan. U o'zining bu davrlari pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkinligini bilmasligi mumkin. Bunday holatlarda qonunchilikdagi aniq shartlar. Bola nogironligi bo'yicha hujjatlar, parvarish davri, onaning mehnat faoliyati va boshqa ma'lumotlar ko'rib chiqiladi. Men bu kabi oilalarga alohida maslahat beraman. Hech qachon baribir menga hech narsa chiqmaydi deb o'ylamang.
murojaat qiling, yozma javob oling, huquqingizni tekshirtiring. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, mehnat stajingiz elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, ish haqi ma'lumotlari aniq bo'lsa va pensiya jamg'armasidan olgan qaroringizda xatolik sezmasangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin baribir hujjatlarni saqlab qo'ying. Bank kartangiz, pasportingiz, telefon raqamingiz va yashash manzilingiz o'zgarsa, tegishli idoralarni xabardor qiling. Agar siz hali yosh bo'lsangiz, pensiyaga hali ancha bor deb beparvo bo'lmang. Bugun rasmiy ishlash maoshingiz konvertda emas, qonuniy ko'rsatilishi. Ish beruvchi siz uchun to'lovlarni to'g'ri amalga oshirish kelajakdagi pensiyangizga bevosita ta'sir qiladi. 25 yoshli yigit yoki qiz uchun bu mavzu uzoqdek tuyuladi. Lekin 20-30 yil o'tib aynan bugungi rasmiy ish staji kerak bo'ladi. Shuning uchun men yoshlarni ham bu masalaga jiddiy qarashga chaqiraman. Endi eng ko'p uchraydigan xatolar va nozik joylarni aytaman. Birinchi xato. Odamlar yangilikni eshitib, yo'ldan hammaga avtomatik qo'shimcha pul berilar ekan deb o'ylaydi. Bunday fikr noto'g'ri bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida har bir to'lovning asosi bo'ladi. Qonun, qaror, staj, yosh, daromad, nogironlik holati, boquvchini yo'qotish holati yoki boshqa mezon. Agar sizga biror to'lov tegishi uchun shartlar bo'lmasa, faqat sana o'zgargani uchun pul qo'shilmaydi. Ikkinchi xato, odamlar og'zaki gapga ishonadi. Masalan, falonchi aytdi, endi hamma pensionerga bir xil pul berilar ekan. Yoki ariza yozmasang ham pul tushaverar ekan degan gaplar tarqaladi. Men ekspert sifatida aytaman, har doim rasmiy manbaga tayaning. Pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla orqali berilgan rasmiy tushuntirish, qonunchilik hujjatlari asos bo'ladi. Telegramdagi noma'lum kanal yoki qo'shnining taxmini asos bo'la olmaydi. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va to'lov usuli. Pensiya yoki nafaqa olayotgan odamning karta muddati tugagan bo'lishi, bank rekvizitlari o'zgargan bo'lishi, telefon raqami yo'qolgan bo'lishi mumkin. Keyin odam pul tushmadi deb xavotirga tushadi. Aslida muammo hisob-kitobda emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Shu sababli pensiya oluvchilar bank kartasi muddatini, SMS xabarnomani, hisob raqamni ishonchnoma orqali olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddatini tekshirish kerak. 4-nozik jihat, yashash joyi o'zgarganda xabar berish. Ba'zi fuqarolar bir tumandan boshqa tumanga ko'chadi. Lekin pensiya hujjatlari eski joyda qoladi. Bu to'lovlarda kechikish yoki ma'lumot almashinuvida chalkashlik keltirishi mumkin. Agar siz boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz, yangi yashash manzilingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, hujjatlaringiz holatini aniqlang. 5-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Keksalar ko'pincha farzandi, nabirasi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ehtiyotkorlik kerak. Ishonchnoma kimga berilyapti? Qancha muddatga berilyapti? Pul to'liq yetib kelyaptimi? Bankdan yechib olingan summa bilan pensioner olgan pul bir xilmi? Bularni nazorat qilish zarur. Afsuski, hayotda qarindoshlar o'rtasida ham pul masalasida kelishmovchiliklar bo'ladi. 6-nozik jihat, ortiqcha to'lov va qaytarish masalasi. Ba'zan fuqaro ma'lumotni vaqtida bermaydi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olayotgan farzand o'qishni tugatgan bo'ladi, lekin bu ma'lumot vaqtida yangilanmaydi. Natijada ortiqcha pul to'lanishi mumkin. Keyin davlat ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qiladi. Shuning uchun har qanday holat o'zgarsa, o'qish tugasa, ishga kirilsa, nogironlik muddati o'zgarsa, vafot holati bo'lsa, yashash joyi yoki bank ma'lumotlari almashtirilsa, bu haqda o'z vaqtida xabar berish kerak. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya yoki kelajakdagi pensiya huquqingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, davlat xizmatlari portali orqali ham ayrim ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlari mavjud. Agar o'zingiz qiynalsangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Ijodlaringizni tartibga keltiring. Eng kerakli hujjatlar odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar.
ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, bank rekvizitlari bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham bularning barchasi kerak bo'lmaydi. Lekin sizda bor hujjatlarni bitta papkaga jamlab qo'ying. Asl nusxalarini yo'qotmang. Nusxalarni ham tayyorlab qo'ying. 3-qadam, ish stajingizda uzilish yoki xatolik bor yo'qligini tekshiring. Masalan, siz 1995 yildan 2001 yilgacha ishlagan bo'lsangiz, bu davr mehnat daftarchasida aniq yozilganmi? Korxona nomi to'g'rimi? Ishga qabul qilingan sana va ishdan bo'shagan sana bormi? Buyruq raqamlari ko'rsatilganmi, muhr o'qiladimi? Agar muhr xira bo'lsa yoki yozuv noto'g'ri bo'lsa, arxivdan tasdiqlovchi ma'lumot so'rashga to'g'ri kelishi mumkin. 4-qadam, ariza yozishni biling. Agar pensiyani qayta hisoblashni so'ramoqchi bo'lsangiz, arizada aniq yozing. Mening pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon davrdagi ish stajim yoki falon hujjatim hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Eng muhimi, arizangiz ro'yxatdan o'tkazilganini tasdiqlovchi raqam yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Og'zaki murojaat qilib ketib qolmang. 5-qadam, yozma javob talab qiling. Agar sizga tegmaydi deyishsa, nima sababdan tegmasligini yozma tushuntirib berishlarini so'rang. Chunki yozma javobda asos ko'rsatiladi. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilish imkoningiz bo'ladi. Fuqaro o'z huquqini madaniyatli, qonuniy va hujjat bilan himoya qilish kerak. 6-qadam, bank va aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Pensiya olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayaptimi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam to'g'rimi? Telefon raqamingiz faolmi? SMS kelyaptimi? Shularni tekshiring. Karta yo'qolsa yoki almashtirilsa. Bankdan yangi rekvizitlarni oling va zarur bo'lsa pensiya jamg'armasiga xabar bering. Bu oddiy ko'rinadi, lekin to'lov kechikishlarining bir qismi aynan shunday texnik sabablar bilan bog'liq bo'ladi. 7-qadam. Yolg'on vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiya jamg'armasida tanishim bor, pulingizni oshirib beraman. Falon summa bersangiz, qo'shimcha to'lov chiqarib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya qonuniy asosda belgilanadi. Agar haqiqatan ham sizga qo'shimcha pul tegsa, uni po'roki tanish orqali emas, hujjat va qonun orqali olasiz. Agar tegmasa, hech kim qonuniy bo'lmagan yo'l bilan barqaror pensiya chiqarib bera olmaydi. Bunday holatlar keyin yanada katta muammoga olib kelishi mumkin. 8-qadam, oilangizdagi keksalarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, bu bobolarimiz telefondagi xabarlarni tushunmaydi. Elektron xizmatlardan foydalana olmaydi. Ariza yozishda qiynaladi. Siz ularning hujjatlarini ko'rib chiqing, bank kartasini tekshiring. Pensiya miqdori haqida tushuntirish xatini birga o'qing. Agar shubha bo'lsa, birga pensiya jamg'armasiga boring. Bu nafaqat moddiy yordam, balki oilaviy mas'uliyat hamdir. 1 iyuldan keyin har bir fuqaro 3 narsani kuzatishi kerak. Birinchisi, pensiya yoki nafaqa to'lovi odatdagi sanada tushyaptimi? Agar kechiksa, darhol vahima qilmang, avval bankni tekshiring, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ba'zan bayram kunlari. Texnik yangilanishlar yoki bankdagi ishlov berish sababli 1-2 kun farq bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, miqdorda o'zgarish bo'lsa, sababini aniqlang. Agar pul ko'proq tushsa, bu yaxshi, lekin nima asosda tushganini bilib qo'ying. Chunki ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Agar pul kam tushsa, darhol sababini so'rang. Balki qarzdorlik ushlab qo'lingandir, bank komissiyasi bo'lishi mumkin. Hujjat muddati tugagandir yoki boshqa ma'muriy sabab bordir. 3-si, sizga tegishli yangi imkoniyatlar haqida rasmiy ma'lumotlarni kuzating. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, mahalla va rasmiy axborot kanallari e'lonlarini tekshiring. Lekin men yana ta'kidlayman, har bir yangilikni o'zingizning holatingizga tatbiq qilishdan oldin mutaxassisdan aniqlashtiring. Chunki bir odamga tegadigan imtiyoz ikkinchi odamga tegmasligi mumkin. Buning sababi yoshi, staji, daromadi, oilaviy holati, nogironlik guruhi yoki boshqa mezonlar bilan bog'liq bo'ladi. Ko'pchilik mendan so'raydi. Agar men ariza bermasam, menga tegishli pul avtomatik tushadimi? Javob shunday. Ayrim holatlarda davlat organlari ma'lumotlar asosida avtomatik ish yuritishi mumkin, lekin barcha holatlarda emas. Ayniqsa eski staj, arxiv hujjatlari, oilaviy holat, nogironlik, o'quvchini yo'qotish, ish haqi ma'lumotlari kabi masalalarda fuqaroning arizasi va hujjati kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun kutib o'tirmang, tekshirtiring, yana so'rashadi.
Pensiyamni oshirish uchun kimga boray? Siz avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Agar masala davlat xizmatlari orqali hal bo'ladigan bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Agar hujjat eski korxonaga tegishli bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Agar tibbiyot bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq tartiblar bo'ladi. Mana bir masala o'z yo'nalishiga ega. Yana bir savol. Menga rad javobi berishdi. Endi nima qilaman? Men bunday vaziyatda hissiyotga berilmaslikni maslahat beraman. Rad javobini yozma oling, undagi asosni o'qing. Agar hujjat yetishmasa, to'ldiring. Agar siz qonun noto'g'ri qo'llangan deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qiling. Zarur bo'lsa yuridik maslahat oling. Eng muhimi qo'lingizda hujjat bo'lsin. Yana so'rashadi. Eski mehnat daftarcham yo'qolgan. Endi pensiyam kuyadimi? Yo'q, darhol bunday xulosa qilmang. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin yagona manba emas. Ish beruvchi ma'lumotlari, arxiv hujjatlari, buyruqlar, ish haqi qaydnomalari, soliq va boshqa ma'lumotlar orqali ayrim davrlarni tasdiqlash mumkin bo'ladi. Albatta, bu vaqt va harakat talab qiladi, lekin imkoniyat bor. Azizlar, 1 iyulda pensiya jamg'armasi bilan bog'liq yoqimli o'zgarishlar ko'pchilik uchun qulaylik, aniqlik va o'z haqini olish imkoniyati anglatishi mumkin. Lekin men sizga bitta asosiy fikrni qoldiraman. Pensiya masalasida beparvolik qilmang. O'z stajingizni tekshiring, hujjatlaringizni yig'ing, bank ma'lumotlaringizni yangilang. Shubha bo'lsa yozma murojaat qiling va rasmiy javob oling. Bu mavzu har bir xonadonga tegishli. Bugun sizga tegmasa, ota-onangizga, turmush o'rtog'ingizga, opa-singlingizga, aka-ukangizga yoki farzandingizning kelajakdagi pensiyasiga tegadi. Shuning uchun videoni yaqinlaringizga yuboring, ular ham xabardor bo'lsin. Izohlarda yozib qoldiring. Sizning pensiyangizda yoki oilangizdagi pensiya masalasida muammo bo'lganmi? Staj yetishmasligi, hujjat topilmasligi yoki to'lov kechikishi bilan duch kelganmisiz? Men sizlarning savollaringizni o'qib, keyingi videolarda eng muhimlariga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bunday muhim yangiliklarni vaqtida bilgan odam o'z haqqini vaqtida oladi.